Bugungi mavzu negativchilar haqida gaplashamiz. Negativni kim yozadi? Бездельникlar yozadi. Vaqti ko'p ishlamaydiganlar, uyda o'tiradiganlar yoki ishlab turib ham o'zini konkurent deb bilganlar ko'proq yozadi. Negativchilar shunaqa insonlarki, o'zida bo'lmagan narsani birovda ko'rib turib ham kuyadi. Делать нечего, mana reels chiqib qoldi, или там publikatsiya chiqib qoldi, qani ko'raychi deydi, o'zida yo'q narsani shunda обсуждениеda yozib qo'yadi. Masalan, menga farqisi yo'q. Chunki menga 40+. Ya'niki mana o'zimning fikrim. Men birovlar fikri bilan yashaydigan inson yoki ishlaydigan inson emasman. Har bir kasbda, ayniqsa bizning kosmetologiyada kosmetologlar bir-biriga negativ yozishdan bo'shamaydi haligacha. Yo'q, unaqa qilish kerak emas. Chunki har bitta o'zini ishini ustasi o'zi individualni qaysidir izyuminkasi bo'ladi-da. Masalan, povurlar ham ovqat qilayotganda qancha tuz, qancha yog', qancha go'sht solishni biladi, to'g'rimi? O'ziga ishongan inson nafaqat kosmetologiyada, boshqa sohada ham birovni обсуждение qilmaydi yoki kommentariya qilmaydi yoki negativ yozmaydi. Eng yaxshisi birovga negativ bildirguncha hamma bir-birini поддержка qilish kerak. Chunki biz hammamiz Alloh tarafdan yaratilgan bandamiz. Hammamiz Alloh uchun bir xilmiz. Bitta birovni kamchiligini gapirib, negativ yozish yoki kuyish bu to'g'ri emas. Eng zo'ri o'zingizni ishingizni qiling, oilangiz bilan band bo'ling, farzandlaringiz bilan band bo'ling, o'zingiz mukammal darajada o'qishda davom ettiring va ishlang. Va bekorchilik yaxshilikka olib kelmaydi.